Shaytanat qo'shig'ini kim ijro etganini juda yaxshi bilamiz, lekin uning she'rini kim yozgan? Mana ko'ring. Darvoqe, men uchun emas, shoir uchun bitta like bosib keting. İstesangiz menga obuna bo'ling. Shukurjon, men sizni bilmas ekanman, shaytanat qo'shig'ini yozganingizni boshqangizni. Men shaytanatni yozgan bo'lsam, o'sha qo'shig'imda shaytanat video filmi haqida soatlab eshitish bo'lgan. Uyimdagi qarindosh urug'larim bilan tomosha qilib tursam, shu she'rni olib kelganda Tohir Malik, shu she'r meni qo'limga tushganda deb turib, artistlar ham, rejissyorlar ham hammasi gapirgan. Shoir Shukur Qurbon yozgan deb gapirmagan. Necha yillab gapirmagan. Meni to'sib o'sdingmi do'stim? Butladingmi kam ko'stingni do'stim? Somon tiqa teshdingmi oxir? Nayzalar tesholmagan postimni do'stim. Mana qarang, do'stim senin o'sha yerda do'stim ishlardi bo'lmasa, o'sha shaytanat nima bo'lganda qo'yilganida shuncha yil o'lib qoladi go'yo, Shukur Qurbon ko'tarilib ketadi go'yo, Shukur Qurbon yashnab ketadi deb o'chirib qo'yaveradi. Shukur Qurbon nomini uchun. Nima zaril? Men tushunmayman shuni. Do'stim, seni nima jin urdi? Netding, bir ajib tuyg'uning boshiga yetding. Oldimga shuncha ko'p bahol soldingki, ichida o'zing ham ko'rinmay ketding. Mana ko'ryapsizmi?